Roza tutqanlarning ba'zisidan sodir bo'lgan xatoliklar. Birinchi, suhurlikni halol bilan yeb, iftorni harom bilan qilish. Chunki ba'zi kishilar o'zi bilib bilmay Ramazon kunduzlarida yolg'on aytib soladi, boshqalarga aziyat berib qo'ydi, boshqalarga tuhmat qildi, boshqalarning haqqini yeb oldi, saxtipazlik qildi. Mush ishlarning hammasi Ramazonningki savobini yo'q qilishga yetarlik. Ikkinchisi, suhurda ko'p yeb, ko'p ichishni odat qilib olish. Chunki ko'p yeb, ko'p ichish boshqa vaqtlarda so'kiladi, ammo Ramazonda bakroq so'kiladi. Chunki bunda qilish ibodatlarda bo'shonliqni keltirib chiqirdi va ko'p uxlatib qo'ydi odamni. Üçüncüsü, sabirsizlik ve o'zini kontrol qila olmaslik. Ba'zi kishilar Ramazon kunduzlarida ochlikning, susuzlikning dardini boshqalardan chiqarmoqchi bo'ldi. To'rtinchisi, Ramazon kunduzining ko'p qismini uxlash bilan o'tkazish. Ba'zi kishilar kechida qiyomda turdik degan bahona bilan kunduzi bir kun kechgacha uxlaydi. Bu ya usumaydi, ya qo'rsiqqa ochmaydi. Şunu bilan roza tutishdan bo'lgan hikmatni yo'q qilyapti. Chunki ochlik his qilish Ramazonning xususiyatlaridan biri. Ochlik his qilishning o'zimi bir lazzat. Ramazonning chiqishi bilan Ramazonda qilib kelgan ibodatlarni tashlab o'tish. Ba'zi kishilar Ramazondan chiqqan hamon qilib kelgan ibodatlarni tashlab o'tadigan, namozni vaqtida o'qimaydigan va Ramazondagi go'zal axloqini buzib o'tadigan ishlar bo'ladi. Bundaq ish qilishdan diqqat qilish kerak, chunki bunda qilgan kishilar Ramazonningki husulini ololmagan bo'ldi.